Muxtar Sherzod Muratovni, sizga благотворительное письмо beybichilik alamidan Planeta Mira degan bor. Sizga shuni dadam o'zi kelarmidi? Sizga shuni taqdim qilib, mana nimasi bilan medal bilan sizga berdi, rahmat dedi. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat kattakon. Avitina degan medali bor. Qozog'istonda keldi. Rahmat kattakon. Alloh rozi bo'lsin. Bismillah. Meditsina kuchli bir yerda bekor bolam. Mana bu balamni Alloh buyursa mana bugun 3-kurs yechiniga keldik. Balam saqaytib mana hozir yurdi. Bo'lmasa bu yutilib kichkina asma allergiyasi bor edi. Mesha kelinglar. Sizga ko'p rahmat. Rahmat kattakon. Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik e'tibor, shunchalik hurmat va arzimas mehnatimizni yuqori baholaganlaringiz uchun kattakon rahmat sizlarga ham. Doimo biz mehnat qilamiz, o'z ustimizda ishlaymiz va bemorlarimizni sog'ayishi uchun doimo harakat qilamiz. Avvalambor Xudo xohlasa biz doimo sababchi bo'lishga harakat qilamiz. Sizlarga yana bir bor rahmat. Doimo sog'ayinglar, kasal bo'lmanglar hech qachon. Sog' bo'ling. Rahmat.